Hammaga salom, Akademik Dadayev kanaliga xush kelibsizlar. Bizda yangi kanal, yangi loyiha. Xo'p, biz bu loyihada nima qilamiz? Yangi chiqqan treklarni eshitamiz, ularga reaksiya bildiramiz. Bu nafaqat reaksiya, balki chuqur tahlil qilamiz va umuman treklarga, video kliplarga va ayrim bir yangiliklarga ham o'z reaksiyamizni, o'z munosabatimizni bildirishimiz mumkin. Bugun birinchi videoda Doksimdan premyera bo'lgan, yaqinda Cho'lponni boltalashdi nomli trek. Sizlarni ko'p turmagan holda reaksiyani boshlaymiz. Xo'p. Nimaga bunaqa tema shaklida qo'yildi bilmayman. Xullas 50 mingta prosmotr bo'libdi. 2 kun oldin premyera bo'lgan, 30-aprel kuni. Cho'lponni boltalashdi Doksim. Xo'p, prodyuser Qurbonali Mo'minov, kompozitor va she'r muallif ham Qurbonali Mo'minov, ya'ni Doksimning o'zi. Boshladik. 1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida musibat bilan eslanuvchi kun. Qonxo'r diktator Iosif Vissarionovich Stalinning qattol rejimi ostida millionlab insonlar surgun qilindi, qamaldi. Millionlab insonlar esa shunchaki otib tashlandi. Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ham shu o'lim mashinasining qurboni bo'ldi. Aytishlariga qaraganda, o'sha paytlarda haddan ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilinganidan, yozuvchi va shoir Cho'lponga navbat kelganida jallodlarning o'qlari tugab qoladi va bu inson qiyofasidagi iblislar shoirni bolta bilan chopib tashlaydi. Xo'p, trek boshlanmasdan oldin aytaman, introda Doksimning hamma tarixiy treklarini eshitganman va takrorlarni eshitaman. Nima deydi? Hammasida qanaqadir jimirlatadigan bir his-tuyg'u bo'ladi. Keyingi video Doksimning barcha tarixiy treklariga bo'ladi, ya'ni hammasini bitta videoda reaksiya qilamiz. Boshqa fikrim yo'q hozircha. Qani tarish. Qarsaklar chaldi o'zbek, Cho'lponni boltalashdi, pashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoyinlar kuni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgin Turkiston, bo'lolmadim posponing. Kechir, men qarab turdim, qaqradi bog' bo'stoning. Mozidan izla javobni, xonlaring yer talashdi, otgan o'qlari qolmay, Cho'lponni boltalashdi. Xo'p. Shakldosh so'zlar ishlatilishi, grammatik tomonlama Doksim nima deydi? Rapperlarda akademiki desak bo'ladi Doksimdan. Boshqa treklarda ham, bu trekda ham umuman so'zlar ishlatilishi va oxiri olib kelish, ma'noga olib kelish, ya'ni o'qib qolmasdan Cho'lponni boltalashdi. Wow, posta. Nima bo'ldi ekan uning so'nggi so'zlari o'shanda, tuyog'i najosat bosib to'ng'izlar kezdi gulshanda. Qurbonjon dodxo misoli Madamin bekni aldashdi. 1938 Cho'lponni boltalashdi. Usmonga nasib etmadi o'z yurtidan bir mozor, hurlikni orzu qilgancha o'tdi tuprog'iga zor. Qodiriy Cho'lpon Fitratni nima sababdan qamashdi, jallodlar o'q topolmay Cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daho. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga, axir dushman bolangni otgan olovga. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga, axir dushman bolangni otgan olovga. Naqorat juda ta'sirli. O'zi rapda bunaqa mavzularda bo'lishi, ya'ni jazichilik harakatiga targ'ib, O'zbekiston tarixi, bunaqa narsalarda bo'lishi o'zi bo'lishi kerakmi? Menimcha rap, umuman she'riyat, musiqa majburiyat yo'q deb o'ylayman insonni tarbiyalashga. Ya'ni tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan kontent, mahsulot qilishga aslini olganda majbur emas. Ya'ni uni insoniyligiga bog'liq. Insoniyligi qanchalik darajadaligi buni ko'rsatadi. Ya'ni boshqa turdagi rapperlar, qaranglar, mana bunaqa narsa qilsa ham bo'ladi degan narsa yo'q, majbur emas. Bunaqa qilyaptimi, odamgarchiligiga, tahsinga sazovor odamgarchiligi. Ya'ni
respekt berish mumkin. Oddiy qilib aytganda, rasmiy bo'lib ketayotgan bo'lsa so'zlarim uzr. Iloji boricha tabiiy reaksiya bildirishga, fikr bildirishga harakat qilaman. Abloshkaga keladigan bo'lsak, abloshka alohida tema. Sun'iy intellektdan shunaqa foydalansa ham bo'ladi. Lekin bunaqa foydalanishga majbur emasmiz. Va shunday qilgan ekanmi, Doksimga respekt. Davom etamiz. Otlarni bir tuki ham qilt etmagan ehtimol. O'ris jallodni urdi, xoin o'rtada dallol. Yuraklar muzladi, qarg'alar sovuq qotdi, ruslar bolta charxladi, o'zbeklar o'zbekni sotdi. Aylarda qoldi nari tortgan pahlavonlaring, qabri oyoq ostida toptaldi bobolaring. Pavon o'pib shoir bo'lgan bu shoirlar shon talashdi, jallodlar o'q topolmay cho'lponni boltalashdi. Paxtalar ekib bog'u sochdi boshing uzra rus, sariq kasal bo'lib nobud bo'ldi norasidalar. Yalaqi raislaring cho'chqalardan oldi tuz, yuvolmayman armoningni bitsam ming xasidalar. Olmoniya bag'ridan qayt olmadi toliblar, qaytganlari otildi, qilt etmadi qotillar. Turkiston jahannam bo'ldi, xoinlar o'tqalashdi, otildi Qodiriy, cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga, axir dushman bolangni otgan olovga. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga, axir dushman bolangni otgan olovga. Hop. Reaksiya. Misol boshqa treklarda reaksiya qilganlarda ko'rgan bo'lsalaring, wow, devorishadi. Va shunaqa reaksiyaga mos kontentlar ham bor. Yo'q emas, ular yolg'ondek ham qilyapti deya olmayman hammasini, lekin ko'pi shu emotsiyasini, asl emotsiyasini ko'rsatmaydi. Va bu mavzuda, ayniqsa bu mavzuda ham yolg'ondan ko'z yosh to'kib, bir nimalar qilib, bunaqa shart emas. Chunki vatanparvarlik ichkaridan bo'ladi, qalbda bo'ladi, ya'ni. Trek ham shuni tasdiqlagan. Jimjimador, alohida bir flowlar almashuvi, ya'ni aytish uslubining tezkorlik bilan almashuvi yoki musiqada o'ziga jalb qiluvchi bir nimalar yo'q. Hammasi oddiy, tushunarli. Ya'ni maqsad aniq, maqsadda mujassam o'zi hammasi. Oddiylik buyuklik belgisi aslida. Bu meni fikrim, yana bilmadim. Qolganlarning fikri qanaqa? Va shuni eplagan Doksim. Shuni eplagan. Chunki bunaqa bo'lishga harakat ham qilinmaydi. Bunaqa bo'lishga mashq qilinmaydi. Bunaqa bo'lishga bunaqa qanaqadir usullari yo'q. Shunchaki vatanparvar bo'ladi. Shunchaki qilinadi. Eng buyuk ishlar ham shunchaki hech qanaqa manfaatsiz. Ya'ni bu treklarda qanaqadir reklama yo'q. Hattoki original kanalga qo'yilmagan, tema shaklida qo'yilgan original kanalga kirsak yo'q bu trek. Yoki bundan prosmotrlar million bo'lib ketmaydi. Bunaqa tema emas. Ya'ni kamyob. Xo'p, oxirigacha eshitib qo'yaylik. Menimcha tekst tugadi. Aytganimdek tugayapti. Xo'p, birinchi navbatda bunaqa mardonavorlik uchun Doksimga rahmat aytamiz. Ya'ni bunaqa kontent bo'lishi kerakmi? Bo'lishi kerak. Misol uchun qanaqa shaklda yetkazib berilishi muhim emas. Yosh avlodga patriotizm, ya'ni xalqsevarlik, vatanparvarlik muhimi yetkazilyapti. Bu alohida respektga loyiq ish. Ya'ni oldin qanaqa ko'rinishda bo'lgan bo'lsa ham, so'z ko'rinishida, she'r ko'rinishida, qanaqadir video filmlar ko'rinishida, hattoki darslik ko'rinishida ham biz qabul qilganmiz vatan tuyg'usi fanida. Va mana rap ko'rinishida ham vatanparvarlikni targ'ib etuvchi kontent bor bizda. Kam bo'lsa ham bor. Va bunaqa adabiy yo'nalishi, ya'ni boshqacha yo'nalishda ham bor bu narsalar. Rap haqiqatni aytish uchun edi. Ha, haqiqatni aytish uchun. Bu haqiqatmi? Haqiqat. Nima bo'ldi?
Xo'p, bu chiqdi, nima foyda deyilishi mumkin. Inson o'zining tarixini bilishi kerak, kimni qadrlashi, kimni yaxshi ko'rishi, kimni yomon ko'rishini o'zi uchun ajratib olishi kerak birinchi o'rinda. Va bu trek shunaqa ajratib olishimiz uchun yaxshigina ham bizga emotsional ta'siri kuchliroq bo'lgan kontentdir. Ya'ni ijodiy mahsulot. Yana bir narsa, agar noto'g'ri fikr bildirgan bo'lsam, bu birinchi video, birinchi reaksiya xatolar. 100-chi videoda ham xato bo'lishi mumkin, chunki odamzod xato qiladi. O'zing kimsan, o'zing hali bir nima qilmay turib, kimgadir baho berishga haqqing bormi degan gaplar bo'ladi. Ana bo'lmasa ham, yozilmasa ham bo'ladi insonlarning fikri. Ularga javoban meni fikrim, hech qaysi astronomiya o'qituvchisi kosmosga chiqib kelmagan. U kosmosga chiqa oladigan bo'lganda astronomiya o'qituvchisi bo'lmas edi. Ya'ni fikr berish uchun insonda bilimni o'zi bo'lishi ham yetarli. Albatta tajriba ham bor. Aynan o'shunaqa ish qilib ko'rishi shart emas. Xo'p, keyingi videoda aytdim, barcha tarixiy treklar bo'ladi va yana qaysi treklarga reaksiya qilishimizni, tahlil qilishimizni xohlaysiz, kommentda yozib qoldiring. Albatta obuna bo'ling, kanal yangi, qo'llab-quvvatlashga muhtoj kanal albatta. Har qanday ijod qo'llab-quvvatlashga muhtoj, chunki kimdir ko'rmasa, kimdir eshitmasa, bunaqa ijod mahsulini keragi yo'q. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz Akademik Dadayev kanalida bo'ldingiz. Sizlar bilan Oybek Dadayev bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.